Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim. Sizlarga aytgan uzoq kutilayotgan yangilikni aytib o'tmoqchiman. Men лично o'zim va meni sherigim farmatsevtlar bilan biza o'zimizni brendimizni yaratdik, ya'ni dorilar, vitaminlar ishlab chiqarmoqdamiz. Biz buni o'tgan yildan plan qilgandik, ruxsatnomalarni olib ishlab chiqarish boshlab, firmalarni ochib, endi xudoga shukr finishga keldik. Bu degani finish bu ishlab chiqarish etaplari, endi ishlab chiqarishni boshlayapmiz. Xudo xolisa bu endi start. Sizlarga foydali mahsulotlar bilan bo'lishmoqchimiz. Xalq foydasi tegadigan, ya'ni stomatologiya sohasida og'iz bo'shlig'idagi karies rivojlanishini oldini oladigan dorilar, mahsulotlar ishlab chiqarmoqdamiz. Sizlarga общий umumiy qilib aytib o'tsam, bu bizada M Dentella firmasi, ya'ni bu mening logotipim va Dentella so'zi, buni o'zim tanlaganman nomini. O'shanga mana o'zimning brendim ostida bo'ladi. Butun dunyo standartlariga javob beradi. M Dentella'ning ichida biz Adonda M-Care qilib birinchi dorilarimizni boshladik. Ya'ni bular dori emas, bular bizada og'iz bo'shlig'iga uhod, ya'ni hozir sizlarga batafsil qisqacha qilib hammasini keyingi videoda aytib o'taman.